Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir kuni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam kishilar bilan billa turadi. Bir odam kelib payg'ambarimizdan iymon degan nima deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom iymon degan Allohga, Allohning farishlariga, Allohga o'xshashishga, Allohning payg'ambarlariga o'lgandan keyin tirildiganligiga ishonishdir deb javob berdi. U odam islom degan nima deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom islom degan Allohga shirik keltirmay ibodat qilish, namoz o'qish, zakot berish, Ramazon ro'zasini tutish deb javob berdi. U odam ihson degan nima deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom ihson degan Allohga xuddi Allohni ko'rib turayotgandek ibodat qilish. Gerçi sen Allah'ını görmüsən mi? Allah seni görüp turdu deb cevap verdi. O adam kıyamet kaçan boludu deb sorudu. Peygamberimiz cevap vergüçe sorguçiden artıq emas. Kıyametinin aldın boluduğun alametlerden haber berey. Didek öz gocayinini tıqqan çağda. Padişalar çoğ imaret siliş bilen fəxirləngen çağda. Qiyomat yaqinlashgan bo'ladi. Qiyomatning vaqtini bilish masalasi Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan 5 turlik g'ayib ishning ichida bor dedi. Ondan qiyomatning qachon bo'lganligini faqat Alloh biladi. Sura Luqman 34-oyatning bir qismi degan oyatni o'qidi. Shuningdan keyin u odam orqaga burilib chiqib ketdi. Peygamberimiz sahabelerge o adamni qaytarib kelinglar dedi. Sahabeler qarıdı, hiç narsa ko'rinmadi. Peygamber aleyhisselam o Cibril boludu. Kishilarga din o'g'itish uchun kelgan dedi. Buxoriy va Muslim to'plagan.